Beruniy qayerda turadilar? Ilm ma'rifat charog'i Beruniyning hovlisi ana bu yerda. Xo'p, rahmat. Xayr. Rahmat otaxon. Siz kimsiz? Men Ibn Sinoman. Ibn Sino? Men siz to'g'ringizda ko'p eshitganman. Marhabo do'stim. Buyursangiz, bizga avval toza ustivosh bilan yuz qo'l yuvish uchun biroz sirka bersalar. Bu qaysi xalqni va qaysi bir o'lkaning odati bo'ldi? Bu odat qaysi o'lkada qora bobo hukmron bo'lsa, o'sha yerning odati bo'lishi kerak. Marhabo. Qani. Hurmatli Ibn Sino, bu mash'um qora vaboni davosi bormi? Davosi bor. Buning uchun eng avval odamlarni qora vabo vahimasidan qutqarmoq kerak. Hamma gap qo'rqmaslikda. Balli. Qora vabo odamdan odamga yuqadi. U hamma narsaga, kiyim boshga, yuz qo'llarga yopishib oladi. Shuning uchun oldi sotdini man etib bozorlarni yopish kerak. Vaqtincha masjidlarni ham berkitish kerak. Namozni har kim uyida o'qib tursin. Ibodatni to'xtatib masjidlarni berkitsak. Etmadim demaylar. Bir yerda to'planmaylar. Bozordan tarqalinglar. Savdogarlar mollarni uy-bo'yi yurib topsinlar. Pullarni sirka solingan idishlarda saqlasinlar. Ulug' tabib Ibn Sino shunday deb aytmoqda. Halol! Kasallarni ayrim xonaga yotqizinglar. Kasal boquvchilar burunlariga sirkali paxta tiqib olsinlar. O'zlari esa erdan bargini chaylab yursinlar. Kasallarni ayrim xonaga yotqizinglar. Kasal boquvchilar burunlariga